Muhammed Rahmetullah G'ozi Shahyari oldin qasrdagi muhojiratda yashagan Uyg'urlar o'zlarining sadoqatmanligi va chin ixlosi bilan barg'anligi davlatda shu davlat egilarining ishonchiga va hurmatiga erishib kelgan bir chivar xalq. Uyg'urlardan Pokiston, Saudiya Arabistoni, Turkiya va boshqa davlatlarda yuqori martabalarga bo'libmi harbiy ishlar martabalariga erishganlar va davlat armiyasi tarkibiga kirib armiyadagi muhim o'rinlarda xizmat qilganlarmi ko'p. Saudiya Arabistonining davlat armiyasi sepiga kirib 1948-yili 5-oyning 15-kuni boshlangan tunji qitimliq Arab-Isroiliya urushiga qatnashgan Muhammed Rahmetullah akimu shularning jumlasidan sanalib kelmoqda. Sabit Amullam 1931-yili atiyazda hajga borganda hozirgi Saudiya Arabistoni podshohligi texi qurilmagan edi. Gerçi Saudiya Arabistonining qurg'uvchisi Abdulaziz Xon 1924-yili ikki haramni o'z ichiga olgan butun Hijaz rayonini Sharif Husayndan tortib olib Najd va Hijaz podshohligini qurib chiqqan bo'lsa-mu 1931-yilgacha haqiqiy o'lchamdagi davlatni qurib chiqolmagan edi. Chunki bu davlatda talantliq va pidokor azmatlar kamchil edi. 1932-yili 23-sentabr kuni Saudiya Arabiston davlati qurilgandan keyin Musa Jarullah qatorliq nopozliq olimlar podshohga Abbasiylar davridagi turk harbiy qo'shiniga o'xshash harbiy qism tashkillab milliy mavjudligini qo'g'dash kerakligi haqida taklif bergan. Bu taklif darhol qabul qilinib, Shahzoda Faysalning yetakchiligida oldi bilan podshohni qo'g'dash qismi, orqadanla quruqliq armiya jangovar qismi butunlay Markaziy Osiyodagi Uyg'ur va O'zbek ko'chmanlarining avlodlaridan tashkillangan. Shuningdan buyon bu qismlardagi Turkistonliklar Saudiya Arabistonining eng qiyin chog'laridagi sodiq kuchga aylangan. Ularda biror qitimmi isyon ko'tarish yoki xiyonat sodir qilish qilmishi ko'rilmagan. Shu vajidan davlat arkonlari bu peshqadam g'ozilar va jangchilarni umr bo'yi hurmatlab va qadrlab kelgan edi. Muhammed Rahmetullah aka 1917-yili kuzda hozirgi Aqsuning Shahyar nahiyasida dunyoga kelgan bo'lib, Saudiya Arabistoni podshohligi qurilish arifasida, ya'ni 1931-yili atiyazda oilasi bilan birlikda ko'chib chiqqan. Keyingi umrini Saudiya Arabistonining Jiddi shahrida istiqomat qilib o'tkazgan. Muhammed Rahmetullah aka 2009-yili 8-aprel Uyg'ur muxbirlarining ziyoratini qabul qilganda o'zini tunishtirib mundoq degan: "Men 1948-yili 5-oyda Arab-Isroiliya urushiga qatnashish uchun 350 kishilik Saudiya Arabistoni armiyasi tarkibida Falastinning G'azza shahriga bordik. U chaqda 3 yil turdik. 1951-yili bu urush oxirlashgandan keyin Saudiya Arabistoniga qaytib kelib, avval Saudiya Arabistonining Makka Mukarrama shahridagi soqchi idorasida 4 yil ishladim. Onundan keyin 1955-yildan taki 1975-yilgacha Saudiya Arabiston aviatsiya shirkatida 20 yil xizmat qilib dam olishga chiqdim. Aeroplan injenerligida 1-darajalik shahodatim bor. Hozir 92 yoshga kirdim. 4 farzandim va 20 navram bor. Muhammed Rahmetullah akining aytishicha, Saudiya Arabiston podshohligining gazet jurnallarida Muhammed Rahmetullah akining tarjima holi ta hozirgacha tunishtirilib kelgan. Masalan, Al-Madina gazetining 2000-yili 13-noyabr sonida Muhammed Rahmetullah akining 1948-yili Falastinning G'azza rayonida harbiy formasi bilan tushgan surati bilan hozirgi surati birlikda urush yillaridan qolgan Turkistonlik jangchi degan temada
maqola e'lon qilingan. Yana eng danglik gazet bo'lgan Okaz gazetining 2008-yili 11-aprel sonida armiya sepidagi eng peshqadam jangchi degan temada uning tarjima holi arabcha e'lon qilingan. 2009-yili 5-aprel kuni Saudiya Arabistonining Iqra, ya'ni O'qu televiziya kanali Muhammad Rahmatulloh aka bilan suhbat o'tkazgan. Saudiya Arabistoni hukumatimi bu yashinib qolgan Uyg'ur jangchiga alohida iltifot ko'rsatib kelgan. Mazkur suhbatdan 3 kun keyin, ya'ni 2009-yili 4-oyning 8-kuni Erkin Asiya radiosi Uyg'ur muxbirlarining vositasida muhojiratdagi Uyg'ur xalqi bu kishini qayta tanishga boshlagan. Muhammad Rahmatulloh aka 1933-yili 12-noyabr Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatining Tashqi ishlar ministri Muhammad Qosimjon hojining kuyovli bo'lib, Muhammad Qosimjon hoji 1947-yili Karachidan Arab davlatlariga ko'chib paytda Muhammad Rahmatulloh akaning axloqi va xarakterini yoqtirib qolgan. Natijada Amroq qizini uningga nikohlab bergandan keyin Misrda yerlashib qolgan. Muhammad Rahmatulloh aka to'y qilib 1 yil to'shmayla tunji qitimliq Arab-Isroiliya urushi boshlanib ketgan. Saudiya Arabiston puhrosi bo'lish sifati bilan Muhammad Rahmatulloh aka shu chaqdagi 350 kishilik jangovar harbiy qismga tanlanib, hozirgi Falastinning Misr bilan chegaradosh bo'lgan G'azza rayoniga avatilgan. U G'azzadagi 3 yil jarayonida nurg'un qitim Misrdagi qiynotisining qo'llab-quvvatlashiga va turli moddiy yordamiga erishgan. Qiynotisimu uningdan ko'p iftixorlangan. Chunki 1934-yildan buyon uningga nisb bo'lmayotgan talay kuyovlig'i nisb bo'lgan edi. 1967-yili 6-oydagi 6 kunlik 3-qitimliq Arab-Isroiliya urushida Misr boshchiligidagi Arab birlashma armiyasi qattiq mag'lubiyatga uchrab, Misrning Sinay yerim orili, Falastinning Quddus shahri, Suriyaning Golan egizligi, Iordaniyaning g'arbiy qirg'oq rayoni qo'ldan ketgandan keyin Misrdagi Muhammad Qosimjon hoji Saudiya Arabistonga ko'chib kelib, kuyovli bilan birga yashashga boshlagan. Uning kuyovli 1973-yildagi oktyabr urushida orqa saf ta'minoti va havodan yordam berish turida zo'r to'p ko'rsatib, podshohning mukofotiga sazovor bo'lgan. 1975-yili 25-mart podshoh Faysal suiqasd bilan qatl qilingandan keyin Arabistondagi Faysal podshoh bilan yaqin munosabat o'rnatgan Uyg'urlarning kuni birdilla taslashgan. Chunki podshoh Faysal Turkistonliklardan harbiy qism tashkillab, Arabistonni burunqi Abbasiylar sulolasidak qudrat topqizmoqchi bo'lgan edi. Bu voqeadan keyinla sagak va hushyor Muhammad Rahmatulloh akamu darhol pensiyaga chiqib, oddiy puhrolik hayotini boshlagan. Uning qiynotisi Muhammad Qosimjon hoji Arabistondagi bu o'zgarishlardan norozi edi. Shunga 1977-yili 4-iyul Pokistondagi ashaddiy Xitoyparast va kommunizm oshiqi Zulfiqar Ali Botto ag'dirilgandan keyinla Pokistonning Karachi shahriga qaytib kelib, oxirgi hayotini ona vatani va xalqi uchun davomli kurash qilish bilan o'tkazgan. Muhammad Rahmatulloh akaning 2009-yildan keyingi ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot yo'q.